yuvadigan mashina Lidiyaniki. Bu eshigi ochiladigan versiya ekan. Xo'p. Idish yuvib bo'lgandan keyin eshigi ochiladigan versiya olsanglar, yaxshi ichida idishingiz dimlanib qolmaydi. Eshigini o'zi ochib beradi. Обязательно kelib ochishingiz to'g'ri keladi. Bu Wi-Fi dan ham boshqarsa bo'lar ekan. Yoqasiz, xohlasangiz Wi-Fi orqali ham boshqarsangiz bo'ladi. Keyin mana bu avto. Avtoga bersangiz, o'zi gradusi bor. 2:15-2:25 taxminan minutida yuvadi. Xo'p, keyin eko ko'proq vaqt oladi, 3 soatdan oshiq yuvadi. Svetni ekonom qilib, top-toza qilib yuvib beradi. Faqat vaqti sal ko'proq. 1,5 soatlik bor, 90 minutlik 55 gradusda yuvadi. Xo'p, keyin mana o'zi avtomatik eshikni ochaman deydi, keyin tepa-past yuvaman deydi. Mana bunisi. Xo'p, mana pauza play bilan bosasiz, suv oladi, isitadi, o'zi top-toza qilib beradi. Iloji bo'lsa bunga samokleytkali bankalarni solish mumkin emas, chunki u erib yopishib qolar ekan ancha. Xo'p, keyin pichoqlarni ham solish kerak emas. Xo'p, keyin shunaqa ters ko'chadigan narsalarni iloji bo'lsa solish kerak emas. Plastmassa tog'orachalarni ham solish kerak emas, chunki uni eritib anaqa qilib qolar ekan, qiyshaytirib qo'yar ekan. Asosan shunaqa chinni idishlarga mo'ljallangan, lekin tilla rangli idish tovoqli yaxshisi bo'lsa, ularni ham sirini ko'chirmaydi. Masalan, men hozir lagan qo'yganman, ko'ramiz. Xo'p, mana original bo'lgani uchun tillasi umuman ko'chmadi. Buni ikkinchi marta solishim. Bu 18 yillik idish. Tillasi ko'chmagan. Mana mashinada ham ko'chmadi. Mana